Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Xayrli tong. Bugun mana 6-aprel 2026-yil dushanba. Hammamizga bugun kunimiz fayzli, barakatli bo'lsin. Mana hozir sizlarga bitta holatni ko'rsatib qo'yay. Hali qurib bitmagan, hali ishga tushmagan joyda уже sindirib buzishni boshlagan. Shu farosat yetmagan, boshqa joylarda ham buzishgan. Bizda hali unaqa darajada madaniyat yetishmaydimi bilmayman odamlarimizga. Hammalaring bilasizlar, men maktabda ishlayman. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari bo'lib, CQBT rahbari bo'lib, shu zaxirada ofitser sifatida mudofaa bo'limida zaxirada ro'yxatda turganligim uchun shu ishni taklif qilishgan. Borib o'tgan yildan beri, ya'ni 2-yili o'quvchi yoshlarimizga shu vatanparvar ruhida tarbiya berishda qo'limizdan kelgancha bilimimiz bilan, hayot tajribamiz bilan shu adabiyotlardan foydalanib dars berib kelamiz. Bolalarga aytaman, ba'zi bir odamlarni, mansabdorlarni turgan harakatiga qarab vatanga bo'lgan muhabbat shakllanmaydi. Vatan bu ota-bobolarimizdan, ajdodlarimizdan qolgan. Biz yashayapmiz, bizdan farzandlarimiz yashaydi. Shuni himoya qilishimiz kerak, qo'riqlashimiz kerak. Muhabbat bilan yondashishimiz kerak, vatanparvar bo'lishimiz kerak deyman. Endi ular ham shu uyda ko'rgan, eshitgan, mahallada ota-onasi gapirsa, o'zlarida bir vatanga bo'lgan muhabbat o'zicha shakllanadi. Bugun mana ertalab bomdod namozidan keyin bir yaqin og'aynimiz bilan gaplashib qoldi. Yaqinda mahalla fuqarolar yig'inidan, raislikdan ishdan bo'shadi. Nimaga bo'shadi desam, aka deydi, vijdonim qiynalib ketdi. O'ziga to'q odamlar deydi, moddiy yordam olib yotibdi, davlatni budjet mablag'larini talon-toroj qilib yotibdi. U yillar davomida bu bo'lib kelgan ekan deydi. Shu ba'zi mahallalarda haligi haqiqiy ehtiyojmand odamlar olishi muammo ekan, u o'ziga to'q odamlar shu davlatni haq pulini talon-toroj qilib yotibdi. Endi buni tekshirish kerak. Yana endi bu haligi gap kelganda yana bir odam bilan gaplashib qoldim. Nogiron shu gruppada ekan, nafaqada ekan, nafaqa olar ekan. Alisher deydi, shu men gruppaga chiqib shu nafaqa olgunimgacha ona sutini ozim kelgan, bu vashi qiyin narsa deydi. Ammo lekin shu shifoxonada yotganimda deydi, o'nlab odamlar ko'rdim, soppa-soq shu gruppaga chiqib shu davlat pulidan nafaqa olyapti ekan deydi. Bizda endi bu haromxo'rlik, bu davlat pulini, haq pulini o'g'irlab yeb hazm qilish, bundan baraka topaman deb o'ylash bir odatiy holga aylandi. Odamlarimiz, shu jamiyat shuni to'g'ri qabul qilyapti. Haligi misol qo'ni-qo'shni ko'rib, bilib turib ham hech kim indamayapti. Shunga sharoit yaratilyapti. Birov buni bir astoydil nazorat qilib, tekshirib nima qilmayapti. Bu mana shu gruppadagilarni, yo'nsa moddiy yordam olib turganlarni yaxshi bilib tekshirsa, buni qanchalik darajada davlatga xiyonat qilib turganlar aniqlanardi. Endi menga ilgari mahalla yo tumandan kelib turgan bo'lsa ma'lumotlar, endi viloyat, respublika miqyosida kelyapti. Bu ma'lumotlarni miqyosini ko'rib, bularni turli xilligini ko'rib, odam hazm qilishi ham qiyin ekan. Haqiqatan bir bloger, jurnalistlarga ham qiyin ekan. Hamma joydan ma'lumot kelib tursa, buni o'qib ko'rasiz, baribir iloji yo'q, e'tibor berasiz. Hammani muammosini o'qib, qanaqa ishlar bo'lib turganini ko'rib, misol hamma har xil muhitda yashaydi odam. Kimdir savdogar, kimdir boshqa o'zini muhitini biladi, boshqa ishlar bilan ishi yo'q. Misol biz endi shunaqa bir taqdir taqozosi bilan, Allohning irodasi bilan shunaqa bir faoliyat bilan shug'ullanganim uchun shu juda ko'p ma'lumotlar kelyapti. Ammo lekin men oldin ham aytganman, shu ijtimoiy tarmoqlarda joylab turgan postlarim bo'yicha
birorta odamdan 1 so'm pul olmaganman, shu kungacha olmayman ham. Chunki mendan ham olishmagan. Men shunga muhtoj bo'lganimda. Lekin men muhtoj bo'lib o'sha paytda juda ko'p bloger, jurnalistlarga murojaat qilganman. Shu kontent ko'p, hali odami ko'p, podpischisi ko'plariga. Turmadaligimda ham juda ko'plab uydagilarim borib iltimos qilishgan, o'zim ham xat chiqarganman, chiqarishmagan. Juda katta pullar talab qilishgan, bahona qilishgan, boshqa qilgan. Ammo lekin keyinchalik shunaqa bir bloger, jurnalistlar bor ekan, 1 so'm olmasdan meni muammolarimni yoritishgan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Shuning uchun hurmat qilaman. Shuning uchun men ham birovdan nima qilmayman, jamiyatimizga, davlatimizga foydali birorta ma'lumot bo'lsa, uni birinchi xabar beraman o'sha idorani mas'ullariga, mansabdorlariga. Ogohlantiramanki, ariza yozaman. Undan keyin ham bir natija bo'lmasa, keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishga majbur bo'laman. Salomat bo'lasizlar. Ertalabda shunaqa ma'lumotlar. Mana holatni ko'rib asabim buzilib qoldi. Hozir mana hali qurib bitirilmagan Bog'dod tumani Muqim mahalla fuqaroligini o'sha Islomobod dahasidagi Soybo'ydagi yoshlar saylgohi loyihasi bo'yicha qurilib turgan joyda uji buzib, sindirib, hamma joyda ana qilib turgan holatini ko'rib, juda achinarli holat. Bizni madaniyatimiz betlar kamera qo'yish kerak. Kamera qo'yiladi domlar ichiga ham. Kamera qo'yilgan, ko'cha chirog'i yo'q, kechqurun yoritilmaydi. Yoritilmasa kamera olmaydi. Kamerani ham mujikka olib ketibdi. Qanaqadir qarz bormikan, berishmabdi oxirigacha. Salomat bo'lasizlar. Hali bizni mahalla bo'yicha men ma'lumot qo'ydim hisobotini. Shu bo'yicha ham ertaga mahallaga borib o'sha narsalar haqiqatan turibdimi, olinganmi, yo'qmi, uni ham ko'ramiz. Jamoatchilikka shu ijtimoiy tarmoq orqali yoritamiz. Qanchalik bu davlatimizning puli, xalq puli to'g'ri sarflanganligini bilib olamiz. Sizlar ham shu mahallalaringda shuni qilib ko'ringlar, bilinglar, u saytdan kirib ko'rsa bo'lar ekan, qancha pul tushgan, qancha sarflangan. Samarali foydalandimi, sarflandimi, xalq puli to'g'ri shu taqsimlanyaptimi, bilib ko'rib o'zimiz nazorat qilmasak, xalq bu birargi vijdonsiz mansabdorlar, birargi shu nimalar, idoralar talon-taroj qilib hech davlatda bir rivojlanishga to'sqinlik qilyapti-da. Salomat bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin, barchamizga yaxshiliklarni bersin. Ertalabda kayfiyatlarini buzmoqchi emasman, lekin ertalabda eshitganlarimni shu aytib qo'ymasam esimdan chiqib qoladi. Kecha hali chisloda ham adashib ketdim. Sog' bo'linglar.